Qanaqasizlar? Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Kechasizlar. O'zi razni bezda qilib qo'ydik-da. Opa, mana yana sizga vitamin mahsulotini olib kelyapmiz-da. Rahmat. Buni qaysi farzandingizlar ichganlar? Ana farzandimda Keling bu yoqqa. ichganman. Xo'p, opa, buni ichishingizdan oldin nima muammolari bor edi? Buni bo'yi o'smasdi, pasti bo'yi. Ana terisida muammolari ham bor edi. Aha. Oshqozon ichaklarida ham bordi. Hammasi yaxshi bo'ldi. Shuni ichirgandan keyin. Ichirganingizdan keyin nimalar o'zgardi? Ozgina bo'yi o'sdi. Qancha santimetr masalan? 3 santimetr o'sdi bo'yi. O'lchab ko'ribsizmi? O'lchadik, 2 kilo vazn ortdi. Ana shu asosan ana shu terisidagi nimalar ketdi, muammolari. Terida nima dog'lari bormi, opa? Yo'q, ana bu quruq. Vitamin yetishmasligi ekan. Shular ichgandan keyin yaxshi bo'ldi. Buni sizga kim tavsiya qildi o'zi? Instagramdan ko'rdik. Instagramda ko'rib, buyurtma berdi. buyurtma qildingiz, O'zlari yetkazib berdilar. Hop, bu rezultatga qanchada erishdingiz? Necha kunda yoki qanchada? 15 kundan keyin уже nimasi boshlandi. Sezilar darajada. Sezildi 15 kundan keyin. Opa, mana rezultat ko'ribsizlar. Rezultat ko'rgan inson sifatida yaqinlaringizga, bitta O'zbekiston ahliga nima tavsiya qilgan bo'lardingiz? Ichirish kerak, hammaga tavsiya qilaman. Bezarar. Zo'r. O'rtoqlar, mana o'zingizlar eshitdinglar. Nargiz opamiz vitamin mahsulotini iste'mol qildirganlar. Mana shu farzandlariga 15 kunda rezultat ko'rishni boshlabdilar. O'rtoqlarga sizlarning ham farzandingizda shunaqa muammolar bo'lsa, mana vitamin buyurtma qilsanglar bo'ladi.